Bug'doy ekingni qayim bu haydagan yerchasiga traktorchani. Traktorda qanday Men qara ukang senga rostdan ham jentra sovg'a qildimi? akamga deb yozdirib tonirovkalar bilan ketirib berdi. Ey, mana uka faxrlansa bo'ladi. Bizni uka faqat uyqichan uradi. Mana boshqa talanti ham bor ekan ukangni. Sassiq. Men qara, turay, til qanday bir odamga o'xshab bir sana bir ishlaqani sen ukangmish. Ey, uriyor pishka madonga kirib ketsin, ey. Ya bunaqa ukani, ey. Bir ofisant bo'lsa, pul olib kelsa oilaga, ishla, undan keyin. Ana xafsan, men gamer bo'laman. Astagfirullah. Ana Tailand bor, mana qildira o'shalarga. Nima deydimi? Shumi? Stream qilaman kamerani yo'q qo'yib kompyuter bilan. Igrayni. Ular qancha pul top? 1 million topamiz shular bir oyga, 1 million. Bilmasan. Qanaqa 1 million 10 ming dollar topadi oyiga. Buxorodagi eng zo'r kompyuter yig'ib berayotgan joy shu yermi? Ana shu yerda akajon. Yurqa ichkan ko'rib. Daning, ana bu magazin. Assortimentni qarang. Eng zo'r kompyuter yig'ib berayotgan do'kon Aza deb eshitdim. Shunaymi? Men ukamni kibersportsmen qilmoqchiman. Zo'r kompyuterchalarni ko'rsating. Ana shu keysimizga aka 10 ming dollargacha yig'dirib bera olamiz. 10 ming? Arzonroqlarni ko'rsating akajon. Aka ana bu keysimizga 1000 dollargacha yig'ib beramiz sizga. 1000 dollarmi? Zakon ekan shuni olaylik. Og'zingni yumib qo'yib beraman. 1000 dollar qo'lingga ushlaganmisan? Bundan ham arzoni bormi? Agar xohlasalaringiz 500 dollargacha ham yig'ib beramiz. Bizda assortiment katta. O, zakon ekan ana shunday yig'diraylik akajon. Yigit grillchi bo'ladi, akasi mana kompyuter yig'ib beradi. Zakon, ana grechani ishlating, pulchani yig'ing, ana keyin nima yig'sangiz. Kompyuter yig'asizmi? Xohlasangiz mashina yig'ing, ha? O'z yering xohlasan. Xullas, ikkita grill qo'y o'zingni oyligingni hisobidan. Akalarga haq. Bos, davay. Bu kompyuter yig'ilmay ketadimi nima? Зарабатываем потом и кровью.